Akalar, xudo xolasa yangi ishlarimizga listlarimizni tushirib oldik. Aka silflarimiz hali abeka tayyorlay turdik. Studiyada bor edi. Ular tayyor qilib stresslab qo'ydik. Sahardan yangi listlarimiz keldi. Rossiyskiy martviy listlar. Hammasi martviy mana g'idir-g'idir bo'ladi. Xo'p, buni silflari bor, karnizlari bor. Tiagali karnizlari hammasini tayyorlab chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bu yoqda tunikofon mahsulotlarimiz bor. Tunikofon mahsulotlari, tunikofon listlari, arka silfimiz. Bu yoqda rossiyskiy 45 Toshkentga, bu anonga bo'lgan. Bishkekda bu. Qirg'iziston Bishkekka chiqarib oladigan listlarimiz buni. Tiagalari hammasini xolasa but qilib chiqarib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefonga chiqarasizlar. Ishlarni iloji boricha tez va sifatli qilib bitkazib beramiz. Qirg'iziston bo'ylab ham, Tojikistonga, Qirg'izistonga, bemalol Qozog'istonga ham o'sha karnizlar, tiagalar, siliflarni olib chiqib, olib borib beryapmiz, o'rnatib, chiroyli qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Mana shu qo'shni davlatlar atrofiga bemalol hozir o'tkazish ancha oson bo'lib qolgan ekan. Kargolar orqali o'tib ketyapti. Borib, chiroyli qilib o'rnatib beryapmiz. Yo agar o'zimiz usta bor desa, chetdagilarga ham bemalol chiqarib beraveramiz. Sizlar bemalol murojaat qilaverasizlar. Ishlaringizni iloji boricha sifatli qilib beramiz.